Obunachilari videoni oxirigacha kuzatib boring. Like va obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Barcha yangiliklardan bahramand bo'lish uchun bizni kuzatib boring. Xonanda Botir Qodirov bir paytlar yo'qolgan tug'ilganlik haqidagi guvohnomasini qayta tiklagani haqida so'zlab berdi. Men Andijon FQDYO bo'limidaman. FQDYO bo'limi boshlig'i menga yangi metrikani taqdim qilyaptilar. Botirjon, qutlug' bo'lsin. Rahmat. Otalik belgilangan haqida metrika. Yangi metrika. Bunisi guvohnoma, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, bunisi esa otalik belgilangan to'g'risidagi ma'lumotnoma. Tabriklayman, Botir aka. Sog' bo'ling. Bora bo'lsa, ilohim. Turk aktrisasi Mayram Uyuzerli o'zi suratga tushgan yangi serial Shokir Poshsho oilasining muxlislariga tavsiya qildi. Mittivayn kulgi jamoasi aktyor Ulug'bek Shotibekov umra amallarini ado etmoqda.